Ma'lumki, har yili dunyoda 28-iyul Xalqaro gepatitga qarshi kurashish kuni sifatida keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan Sog'liqni saqlash vazirligi, Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi, Respublika ixtisoslashtirilgan epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi hamda virusologiya ilmiy tadqiqot instituti hamkorligida matbuot anjumani o'tkazildi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyoda 1,2 millionga yaqin odam gepatit B virusi va kamida 1 million kishi gepatit C virusi bilan kasallanmoqda. Xo'sh, yurtimizda gepatitning oldini olish bo'yicha qanday ishlar olib borilyapti? Muxbirimiz Diyora G'aniyeva mavzuni davom ettiradi. Har yili 28-iyul dunyo bo'ylab xalqaro gepatitga qarshi kurashish kuni sifatida nishonlaniladi. Sana virusli gepatitning oldini olish, kasallikni erta aniqlash va davolash imkoniyatlarini kengaytirish hamda aholi xabardorligini oshirishga qaratilgan global tashabbuslardan biridir. Mamlakatimizda ham virusli gepatitga qarshi kurashish, uni erta aniqlash va davolash bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Bugun bizning institutimizda xalqaro gepatitlarga qarshi kurashish kunida O'zbekiston Respublikasida gepatitlarni bartaraf qilish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ishlardagi qayd etilgan natijalarga bag'ishlangan seminar o'tkazildi. Ushbu seminarni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz bu surunkali gepatitlarni bartaraf qilish bo'yicha qisqacha yil sarhisobini o'tkazish. Qanday erishilgan yutuqlarimiz bor, keyingi yilga qo'yiladigan asosiy maqsadlarimiz, vazifalarimizni birgalikda muhokama qilish. Gepatit C aniqlangan 10 minglab bemorlarga virusga qarshi preparatlar davlat hisobidan bepul yetkazib berilmoqda. Ushbu dori vositalarining bir qismi xalqaro hamkorlar ko'magida, yana bir qismi esa davlat mablag'lari hisobidan xarid qilingan. Profilaktika borasida ham muhim natijalarga erishilgan, xususan 2001-yildan buyon tug'ilgan yangi chaqaloqlar gepatit B ga qarshi emlanayotganligi sababli shu yildan keyin tug'ilgan bolalar orasida ushbu kasallik deyarli uchramayotganligi qayd etildi. 2022-yil Respublikamiz prezidentining 240 sonli qarorlari chiqarilgandan keyin har bir virus gepatitlarni skrining tekshirishlardan o'tkazish, ularni erta aniqlash va davolash bo'yicha aniq yo'nalishlar belgilab berilgan. Va bugungi kungacha 2,450,000 nafar fuqarolar virusli gepatit B hamda virusli gepatit C ga birlamchi bo'g'inda skrining tekshiruvlaridan o'tkazildi. Va bu tekshiruvlar natijasida demak virusli gepatit C 2,8% aholida, gepatit B 2,4% aholida aniqlandi. O'tgan davr mobaynida respublikamiz bo'yicha 63,850 nafar gepatit C ga kasallangan bemorlar virusga qarshi dorilar ichish natijasida to'liq mana shu kasallikdan qutuldi. Virusli gepatitni yengishning eng samarali yo'li kasallikni erta aniqlash, muntazam tibbiy ko'rikdan o'tish va emlash tadbirlarida faol ishtirok etishdir. Diyora G'aniyeva, Sanjar Shermuhammadov, Abdulloh Sultonxo'jayev, Zamon informatsion dasturi uchun.